Assalomu alaykum, qandaysizlar yaxshilarmi? Biz sizlarga jon ovqatdagi mollardan bolalarni bilib bermoqchimiz. Ondan bizning kanaldan olsanızlar, bizning kanalga qatnashingizlar, like bosingizlar. Hozir mana shu mol so'raychi qancha so'm bo'ldi? Ya buni qancha so'm aka? Qancha oldi? Sizlarku? Siz yo'q ekan bu molni. Necha? 100 ming so'm bo'ldi. 100 ming so'm bo'ldi. Ko'ringizlar. Bolasi erkak ekan. Jelida ham yo'q ekan. Ya buni mol qancha so'm bo'ldi? Bilmaysizlar? Siz yo'q ekan. Bu torpaqlar qanchada otasiz aka? Do'kon 45 ming mi? Urg'och ekan bular ha? Erkak ekan biraz. Qorasi urg'och ekan mana aka. Ko'ringizlar. Ekan molda. Molda egasi mana. Mol qancha so'm bu mol? Ha? 35 ming mi? 60 ming mi? 60 ming kam bor ekan bunaga. Ko'ringizlar. Bolasi erkak o'xshaydi. 35 ming so'm ekan bunaga. Bunaga bu molda 75 ming kam bor deyotgan ekan, bolasi erkak ekan. Ko'ringizlar. Ovqatdagi, jon ovqatdagi mollarni solishtiringizlar boshqa bozorlarga. Arzonmi, qimmatmi? O, BBC kanal. Qancha so'mga otasiz buni? 65 kam bor. 65 ming kam bor, ha? Bolasi urg'och o'xshaydi, ha? Bolasi erkakmi? Qaysi kanal? Bolasi erkak ekan bunaga, ko'ringizlar. Qaysi kanal? Bu BBC kanali. Aka, ko'ringizlar. 65 ming kam bunaga, ko'ringizlar. To'qol ekan o'zi. To'qolga o'xshash mol ekan, myuzi bor ekan. 65 ming so'm ekan. Ko'ringizlar. Qancha so'm bo'ldi aka? 45 ming mi? 45 ming so'm bo'lib turibdi aka. Buni jonimiz 45 oldu. Ne deysiz? Bolasi yo'q. Bolasi yo'q ekan.